Notiq. Iso Masih qaytib kelganda musulmon bo'lib, islomni targ'ib qiladi, turmush quradi, vafot etadi va payg'ambar Muhammadning yonida dafn etiladi deydi. Ammo o'ylab ko'ring, agar bu Xudoning rejasi bo'lsa, nega u bu ishni birinchi kelganda qilmadi? Men islomiy manbalarni o'rgandim. Qur'onda Iso Masih ikkinchi kelganda turmush qurishi yoki vafot etishi haqida hech qanday oyat yo'q. Bu g'oya faqat keyingi hadislarda uchraydi. Masalan, Sahih Muslim 155 da. Unda Iso Masih xochni sindiradi va cho'chqani o'ldiradi deyiladi. Ammo u yerda ham musulmon bo'lishi yoki payg'ambar Muhammadning yonida dafn etilishi aytilmagan. Demak, bu kimdir to'qib chiqargan gap. Tinglovchilar esa shubhasiz ishonadi. Iso Masih ikkinchi kelishi haqida muqaddas kitob aniq aytadi. Masih ham ko'plarning gunohlarini ko'tarib ketish uchun bir marta qurbon bo'ldi. Ikkinchi marta esa u gunohlarni yuvish uchun emas, balki uni kutayotganlarga najot berish uchun keladi. Ibroniylarga 9:28. Shunday ekan, kimga ishonishingizni o'zingiz hal qiling. Odamlarning so'zigami yoki Xudoning so'zigami? Xudodan so'rang, haqiqatni ko'rsatsin. Like bosing, bo'lishing, share qoldiring va obuna bo'ling. Biz Islom va xristianlik nomli videodagi notiqning so'zlariga javob berishda davom etamiz. U aytadi, Islomda Xudo odamlarni hukm qiladi, ammo Xudo qanday hukm qilishini tushuntirmaydi. Xudo gunohkor dunyoga tushadimi yoki gunohkorlar uning huzuriga ko'tariladimi? Islomda bu savollarga aniq javob yo'q. Ammo Injil aniq aytadi. Mana, Xudo bilimsizlik davrlarini chetga qo'yib, endi hamma yerda hamma insonlarga tavba qilishlarini buyurmoqda. Chunki o'zi oldindan belgilagan erkak orqali u dunyoni haqlik bilan hukm qiladigan kunni tayin etdi. Hammaga buni tasdiqlab berish uchun uni o'likdan tiriltirdi. Havoriylar 17:30-31. Iso Masih Xudo tomonidan hukm uchun tayinlangan zotdir. Chunki u o'ldi va qayta tirildi. Har bir inson bir kuni uning oldida turadi. Sizchi, olam sudyasi bilan uchrashishga tayyormisiz? Fikringizni izohda yozing, like bosing, obuna bo'ling va bo'lishing. Iso Masih qaytib kelganida dunyo avvalgidek qolmaydi. Injil shunday deydi. Chunki Rabbiyning o'zi buyuk nido paytida bosh farishtaning sadosi va Xudoning karnayi ovozi bilan osmondan tushadi. Shunda Masihda o'lganlar bizdan oldin tiriladilar. Keyin esa biz, tirik qolganlar ular bilan Rabbiyni havda kutib olish uchun bulutlarda olib ketilamiz. Shunday qilib hamisha Rabbiy bilan birga bo'lamiz. 1-Tessalonikaliklarga 4:16-17. Bu har bir masihiy uchun ulug' umiddir. Mahkum dunyodan qochish uchun emas, balki bizni sevgan va biz uchun jonini bergan zot bilan birlashish umidi. Sizchi, Iso Masih olib ketishga ishonasizmi? Izohda yozing, like bosing va obuna bo'ling. Odamlar haqiqatni eshitsinlar. Iso Masih yaqinda keladi. Iso Masih muqaddas farishtalari bilan o'z shuhratida kelganida, u o'zining shuhrat taxtiga o'tiradi. Uning oldida hamma xalqlar to'planadilar. U esa cho'pon qo'ylarni echkilardan ajratganidek, birini boshqasidan ajratadi. Haqlar, qo'ylar abadiy hayotga erishadilar va dunyo yaratilishidan tayyorlangan podshohlikni meros qilib oladilar. Muhabbat ko'rsatmagan va yaqinlarga xizmat qilmaganlar esa abadiy azobga ketadilar. Iso Masih deydi, sizlarga rostini aytaman, mening shu kichik birodarlarimdan biriga nimaga qilgan bo'lsangiz, shuni menga qildingizlar. Matta 25:40. Iso Masih aytgan kichik birodarlar bu muhtojlar, bemorlar, musofirlar, kambag'allar va ojizlardir. Shu jumladan masihiylar va yahudiylardir. Hukm kunida ma'lum bo'ladi, kim Xudoga itoat qilgan, kim esa yo'q. Sizning qaroringiz abadiyatingizni hal qiladi. Vaqt borida Xudodan haqiqatni ochishini so'rang. Bo'lishing, like bosing va najot beradigan haqiqat haqida eshitish uchun obuna bo'ling.